tabiiy gazdan portlayotganini oldini olish uchun nima ish qilish kerak? Shuni ham bilmasman Abdurahim. Hozir senga sodda qilib tushuntirib beraman. Hududiy gaz filiallari tomonidan, chilangarlar tomonidan 1 yilda bir marta xonadonlar, ko'p qavatli uylarni texnik ko'rikdan o'tkaziladi. Texnik ko'rikka agar kelmasa, chilangarlar o'zingizlar inisiativa degani o'zingizlar telefon qilib chaqiringlar chilangarni. Mani gaz jihozlarimni texnik ko'rikdan o'tkazib bergin deb. Texnik ko'rikdan o'tkazilayotganda avvalambor sho'tchidan oldingi gaz kranini yopib o'tirib, hammasini pena kopiya orqali tekshirib chiqib, gaz asboblarini sozmi, nosozmi, o'rnida ishlayaptimi, yo'qmi, hammasiga zaklучение berib, bitta akt tuzib beradi, keyin o'zini to'lovi bor. U to'lovini gazchi hech qachon o'zini cho'nchagiga olib ketmaydi. O'zini shotiga olib borib tushiradi. O'shani 1 yilda bir marta qilib tursanglar, mana shunaqa noxushliklarni, portlashlarni oldini olasizlar. Gaz hidini sezishinglar bilan 104 raqamlariga aloqaga chiqinglar har doim. Bo'ldi, shu oddiy sababi.